Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Siz yaxshimi? Aka, shu men siz Instagramni kuzatib boraman. Men uylanmoqchi edim. Shunga yaxshi to'yxonangiz bormi? Albatta, eng zo'r to'yxona hozir mana menda. Xohlasangiz kimyo restoranini sizga ko'rsataman. Qani bitta ko'rsata qoling-chi. Marhamat, hozir to'y bo'lyapti, lekin baribir shuni orasida bo'lsa ham mehmonlarga o'xshab kirib chiqamiz. Bo'ldi, ketdim. Mana shu ko'rsatgan to'yxonam sizga yoqdimi? Yoqdi, bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, mana ichkarida 200 kishiga joy qilinadi. Bemalol o'tirasizlar, mazza qilib to'yni o'tkazasiz. Faqatgina kiyinib kelsangiz bo'ldi, kelin-kuyov bo'lib o'tirasiz joyingizda, sizning stolingiz tekin, bonus ichida kirib ketadi. Ya'ni 10 ta bonus qilib beradi 42 million so'mga. Endi sog' bo'lasiz. Rahmat. To'yni kunini belgilab qo'yamizmi? Belgilab qo'yamiz. Qaysi kuniga? Aprelni? Aprelning oxirrog'iga. Yaxshi. Unday bo'lsa, zakladni olib kelasiz, qo'limiz esa uzilmaydigan darajada bo'ladi. Bo'ldi, Salomat qabul bo'ling. rahmat.